Shu yilning martida AQSh hukumati yangi dizayndagi $100 ni ishlab chiqadi. Ular Duplessis muallifligidagi Franklinning suratini tanlashdi. Uni maydonini 50% ga kengaytirishdi. Natijada chiziqlar va belgilar yanada ko'paydi. Hatto yuqori sifatli tijoriy printer ham aniq nusxa ola olmaydi. Franklin nimchasining yoqasidagi mikromuqayisa bundan murakkab. Amerika Qo'shma Shtatlari yozuvi tushirilgan. Yuqori aniqlikdagi qolip kerak. Uni tayyorlaydigan odamingiz bormi? Yang amaki, muhandis, konstruktor Qolip tayyor bo'lgach, rangi o'zgaradigan siyoh ham kerak bo'ladi. va xonim, bizning ma'murimiz Shansay Bobby logistika va qo'riqlash xizmati. Siyohlarni olgach, kraxmalsiz qog'oz kerak. Qalbakini aniqlovchi qalamda oddiy qog'ozga chizilsa, u qizaradi. Kraxmalsiz qog'ozda esa sariq rangda bo'lib qoladi. Shu bois kraxmalsiz qog'ozni sotish qat'iy cheklangan. Suv belgilari pulni tolalar yordamida shakllanadi. Qog'ozni ishlab chiqmasak, suv belgilarini tayyorlay olmaymiz. Unda